Sizlarda student unionning prezidenti bormi? Saylaysizlarmi ularni? Har yili saylanadimi? Har yili. Odatda yuqori kurslar saylanadimi? Hamma tanigan, bilgan, obro' olgan. Endi birinchi kursligimda 4-kurs bola prezident edi. Keyingi yil har oy yil boshida bo'ladi-ku saylov. O'zingni o'sha prezidentlikda yuta olmayman degan ishonch bormi? Nima deb o'ylaysan? 4-kurs bo'lganingda. Birinchidan bu savolni berishdan oldin men o'zi boshqa savolni berganman o'zimga. Menga kerakmi yo'q? Menga kerakmi degan savol. Keyin yo'q bo'lgan, shunga men harakat qilmayman. Ya'ni to'g'ri. Nimaga kerak emas deb hisoblaysan? Ya ko'p vaqtini olib qo'yadimi? Boshqa narsaga chalg'ib qoladimi? Shunday. Ya'ni to'g'ri mas'uliyat olish kerak, lekin hamma o'ziga yarasha mas'uliyat olish kerak. Ha, haqiqatda o'qishdan chalg'itib qo'yadimi? O'zi sohasida ana majoridan fokus ketib qolishga sabab bo'ladimi? Endi u bola menimcha prezident bo'lgani sababi unda o'sha ish tayyor edi-da. U Amazonda ishi tayyor edi. Amazondan ana olgan return offer degani qabul xati. 3-kursida internshipga boradi, amaliyotga boradi. Amaliyotda o'zini yaxshi ko'rsatsa, keyin ular sen yaxshi ishlading, keyingi yil bizga ishchi sifatida endi kel, amaliyotchi sifatida emas, ishchi sifatida kel deb aniqlab qo'yadi joyini. Shunga balki shunga u prezident bo'lgan. Lekin o'ylaymanki, to'g'ri, juda ham foyda beradi prezident, lekin menga kerak bo'ladigan narsalarning ro'yxati yo'qda, ya'ni. Senda ham shu fikrmi? Shunaqa, o'zi 3-4-kurs eng muhim yillarida o'sha ishga topshirish, oxirgi proyektlarni qilish.